Hozir uka batda hamma kik teri sotsa, siz piton teri sotyapsiz. Sista Turkiya. Turkiya aka. Oyoq kiyimlar Turkiya, futbolkalar yarimi Futbolkalar yarmi Turkiya, yarimi Xitoy. Xitoy. Bularimiz-chi. Bularimiz ham Xitoy aka, tevapaz dvoykalar. Xitoyda ham birga birada endi bu aka. Dvoyka mana ham chiroyli ekan-a. Troykashingiz aka, to'rttalik. Bunisi troyka. Bu nechi million troyka? 1.290 ming aytyapmiz, yo'lni qilib beramiz. Shimlarimiz hammasi Turkiyaniki. Toza mahsulotlar, finkalarimiz ham bor ekan. Tovarlar yangi kelgan, bir hafta ham bo'lgani yo'q. Bir hafta bo'ldi kelganiga. 10 yo'lida biz lazzatdan shuni 10 yo'liga burilishingizda chap qo'lda Parijda birinchi etajda uka Anshetda bo'ladilar. Hayitga bemalol kelib. Siz nomingizdan kelganlarga ham 5% skidkasi bor, Abdulaziz aka. 5% skidka. Ha. O chiqqan narxda tushib beramiz. Sizni nomingizni mana shunaqa ko'rib keldik, tushib bering desa 5% skidkasi bor aka. Futbolkalar ham mana injiqlar ekan-a, bunday. Bular ham bu qat bu. Bu Xitoydiki, Xitoyda birga bir aka. Ko'ryapsizlar, tovarlari ponni to'la. Bundan tashqari oyoq kiyimlarni ko'rsatdingizmi? Mana. Mavlar ham Aldaburu degan. Tepasiga tirish tushgani bilinmaydi aka. Bularda. Onlidera. Mana Zilli ham eski brend-da. Eski yoshligimizda ko'rardim mana shu brend. Agar o'sha bo'lsa. O'sha. Zillida. O'sha aka. Mavlar ham yaxshi. Ular tevapas qolaganlarga ham bormi aka? Yosh kattalarga, o'rta yoshdagilarga tevapas maslar aka. Ha, pasti ham bor. Bo'ldi. Yosh katta otaxonlarni ham kelaverasizlar. Bemalol. Shuni tashqaridan ham bitta ko'rsatib beraylik YouTube'dagilarga. Instagram o'zi kelaveradi. Bo'ldi aka. Instagram. Xo'p, mana buni lazzat shuni burilganingizda chap qo'lga Parijda birinchi etaj. Bizni orqali kelsangiz 5% ham tushib beradi, ham skidka qilib bersak, kelaverasizlar. Kelaverasizlar.